Bog'bon akalar sizlar ham izgiritinglarni, archanglarni mamlaqa qaychilar bilan andolayotgan paytinglarda kuchinglar ketib, ko'p vaqtinglar ketayotgan bo'lsa, endi bunaqa qaychilardan voz kechib yuboringlar. Sizlar uchun ko'ryapsizlar, Lead kompaniyasidan elektron qaychilarni yomonlarini olib kelib qo'yganmiz. Qisqa qilib tushuntiraman, komplektida nimalar bor? Xo'p, ikkitadan batareykasi bo'ladi, ikki mamlaqa ochki, qo'lqop shunaqa mayda-chuyda narsalari bo'ladi. Endi buni bitta ishlatib obzor qilib ko'ramiz, batafsil o'shda aytib beraman. Mana bu kichkinaroq varianti, buni ikki xil stvoli bo'ladi. Bittasi 13 santimetrlik, bittasi bo'lsa, mana ko'rayotganingizdek 22 santimetrlik varianti bo'ladi. Endi yana bitta udobno tarafi, mana bunaqasiga bukib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana har xil pozada bo'ladi. Mana bunaqasiga o'zingizga udobno qilib bemalol shunaqa udobno qilib, o'zingizga qulay qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, xohlasangiz mana bunisini almashtirib ishlatsangiz ham bo'ladi, muammosi yo'q. Bu instrument bilan nafaqat izgiritlaringizga shakl berasiz, undan tashqari archalarga ham chiroyli shakl bersa bo'ladi. O'zingiz bilasiz, bog'bonlar kelib archalaringizni tekislab, izgiritlaringizni tekislab ketsa, normalniy pul olishadi. Xuddi shuni bosib yuboradigan bo'lsangiz, xullas sizni boqadigan instrument. Do'konimizda xuddi shu instrumentimizdan ko'ryapsizlar, ikki xil variantda sotuvda mavjud. Agar sizlarga xuddi shu instrumentlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor. Manzilimizni aytaman, Chinoz shahar Dehqon bozorining yonginasida joylashgan Elektroy do'koni. Bemalol kelaverasizlar.